Assalomu alaykum. Bugun sotuvimizda Bugatti komplektatsiyada 24-yil model BMW X7 X-Drive 40i avtomashinamiz kelgan. Avtomashinamiz xrustalniy faralarda, MK, бесключевой достуp, слепой zona, salon interyerlariga to'xtaladigan bo'lsak, qoraga qora salon, head-up display, pnevmopodveska, stakanchik isitish hamda sovutish funksiyalari bilan jihozlangan. Rombik dizaynda perforatsiya kojaniy salon, koja holatlari ideal soстояниеda ko'rishlaringiz mumkin. Akustikalari Harman Kardon, 360 gradus kamera, salon qismi полностью laminatsiya bilan qoplangan. 4 teshik davotchik, parok, orqa qatorlari ham ideal soстояниеda, 4 zonli klimat kontrol, ikkinchi rad sidenyalarida obogrevlari mavjud. 3-rad sidenyalari ham bo'ladi. Avtomashinamiz семейный. Remeshoklari ham MK. Juda ham ko'plab funksiyalar bilan jihozlangan. Salonlar полностью laminatsiyalar bo'lgan. 4 teshik davotchik, R23 razmerdagi individual diska hamda ballonlarda. Avtomashinamizning kuzov qismi полностью broneplyonka bilan qoplangan. 23-yil kuzov, 24 model, 29000 km masofa bosib o'tgan. Kraskalari toza, juda ham ko'plab funksiyalar bilan jihozlangan. Narxi va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun kartimirdagi telefon raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Kelishtirib zo'r narxlarda qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Hammalaringizni kutib qolamiz.